Men senga mendan so'rab yegin deganmidim? O kampirsho, menga qara. Ko'z yoshlaringni borib o'g'illaringga ko'rsatasan. Aka, kevering, uyga keldim. Adasi, assalomu alaykum. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Qon oshib, yana yiqilib tushibdilar. Ona, issiq kuni ko'p yurmasa, dorizni ichib, muzdek xonada yotsangiz-chi. Menga qara, qorin ochib ketdi. Choy tayinla, akam ham kelyaptilar. Xo'p bo'ladi, adasi. Ukam? Ona? Sizga nima bo'ldi? Turing, o'tirib olaylik, keling. Turing ona. Ukam! Keling ona, bu yoqqa o'tirib oling. Ha, sekin. O'tiring ona. Ha, aka, menga qara. Ha, tinchlikmi, aka? Nima bu ahvol? Onamga qaramaysanmi? Xotining qayerga qarayapti? Aka, shunchalik mehribon ekansiz. Xotinchangizdan qo'rqmasangiz, olib ketib boqing ana uyingizda. Bolalarim, undan ko'ra meni qariyalar uyiga olib borib topshiringlar. Bolalarim, men sizlarni ne niyatda bir ko'z bilan katta qildim. Lekin qarigan chog'imda sizlar meni xor qilyapsizlar. Farzandlarim, ota-onangizni menga o'xshab hech qachon xor qilib qo'ymaydi. Magar qilsang kutib ostonani teshgay ular ko'zi. Ular ketganda bu yayliq zarastonang topilma